Barchaga assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz, og'alarimiz. Urganch shahar, Urganch tumani desak ham bo'ladi. Shahar sentrda, Afxodnoy tarafda Ulug'bek do'stimiz skvajin qoqmoqqa yapti. Biz ham syomkasini qilib ketamiz. Shuningdek 76 lik turboda. Shuningdek istashga aytilgan bo'lsa, pol bo'lsin, podvol qismi bo'lsin, farq yo'q. Shuningdek galadadan ozgina dalbilatib berib, skvajinlarni cho'tga etib, akkuratli bardak etmagan holda taxlab chiroylatib, ish sifatida garantiya javob berib, taxlab berib ketadi. Xullas, xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Undan tashqari bu do'stimizning Instagram profili bor ekan. Instagram profilini obuna bo'lib qo'ysangiz, yana o'z og'zi bilan aytib turibdi. Skikka narxladami? Skikkasi bor, obuna bo'lib qo'yganlar. Yurib turgan narxdan ham skikka. Xolos yana ko'rib turganlaringizni istashga olgan, necha sant, 7 santga o'xshaydi bu. Baba 5 sant bor. Kami 5 santga istashga qo'yilgan, dalbilatib, xudo xolasa skvajinni sho'ramondatib, chiroylatib, akkuratni etib, bulashtirmagan holda taxlab berib ketadi. Eshitganlaringiz Instagram profilini atmetga etib qo'yaman. Girib obuna bo'lganlari Instagram tomonidan aytgan mijozlari yana ham skikka baholarda qilib beramiz dedi. Gelishtirib, bonus chegirmalari bilan bo'ladi dedi, xudo xolasa. Shuningdek xizmatlar olsa, telefon nomerlarini yozib qoldiraman, aloqa chiqaverasizlar, bemalol bog'lanib xizmatlar olsa aytaverasizlar.